Bugun mamlakatimizda ta'lim sohasiga juda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Bu islohotlarning bosh maqsadi yetishib kelayotgan yosh avlodga zamonaviy bilimlar berib, ularni katta hayotga tayyorlashdir. Mana bu o'rinda biz pedagoglarning xizmatimiz juda katta. Men Avliyoqulon Muqaddas Nasrulloyevna G'ijduvon tumanidagi 17-maktabda 23 yildan buyon o'quvchilarga fransuz tili fanidan saboq berib kelyapman. Mana shu pedagogik faoliyatim davrida o'zim, qolaversa o'quvchilarim bilan ta'lim sohasida juda ko'p yutuqlarga erishdik. 20 dan ortiq o'quvchilarim oliy ta'lim muassasalarida yuqori ballar bilan talaba bo'ldi. 2024-2025 o'quv yilida o'quvchim Idiyeva Sabina fransuz tili fanidan fan olimpiadasining respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni egalladi. O'zim 2 marotaba prezidentimizning tashabbuslari bilan Fransiya davlatiga borib, kasbiy mahoratimni oshirib keldim. Fransuz tilidan milliy va xalqaro sevir darajadagi sertifikat sohibasiman. Mana shunday yutuqlarim hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan bugun e'tirof etilib, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Men bugun mana shunday tinch, obod, ustozlar qadr topgan O'zbekistonda o'quvchilarga murabbiylik qilayotganimdan faxrlanaman va bu mukofotga munosib ustoz bo'lib, kelajak bunyodkorlarni tarbiyalayman deb va'da beraman.